Hammaga salom. Bugun ikkinchi vlogimni va nihoyatga olaman. Bugun nechinchidir yanvar chisloni bilmayman. Soat 8:30 oshdi. Hammamiz turganmiz. Hozir nonushta tayyorlashga boraman. Bolacham mana yonimda yotibdi o'ynab. Buni polga qo'yish kerak. Bu videoda hamma narsa chiqib qoldi. Ну, mayli. Просто внимание обращаться qilmayman, sizlar ham qilmanglar. Hozir iliq suvga silim qo'shib ichaman. Уже kiyib oldim. Magazinga tvorog uchun chiqish uchun birga ko'rsataman magazinimizni va ko'chada. Nonushtaga tvorog yemoqchiman. Tvorog yo'q qolmabdi uyda. Ilingan suvga 1 choy qoshiq silim qo'shib aralashtirib ichaman. Buni 2 kun oldin ichishni boshladim. Uyda psilyumim bor edi, narsa pishirishga olgandim. Yo'q chiqsam ichsa ham bo'lar ekan o'zini. Magazinga chiqdik. Havo вообще zo'r. Показатель частоты воздуха 17. Давно bunaqa bo'lmadi. Mana kolyaskada chiqdik. Yotibdilar. Hozir magazin kiramiz. Rubrika жалоба. Mama zina, junichi zina. Shu o'tgan yil жалоба yozgandik. Chunki qishda qor yog'ganda chiqib bo'lmaydi. Na kolyaska bilan, na odam o'zi. Men juda ham qo'rqaman oyoqqa chiqishga, tushib ketishga, simpanchi bo'ladi. Pandusi yo'q, trotuar yo'q. Iltimos, kimdir ko'rayotgan bo'lsa, bu videoni to'g'rilab qo'yinglar o'sha yerda. Bu chunki katta ko'cha. Komfort прогулка uchun yaratilishi kerak. Odamlar yurish uchun yo'lda to'g'rilanishi kerak deb o'ylayman. Bola bilan o'zim ko'chada yurishim uchun qulaylik yaratilishi kerak. Iltimos, o'sha yerda to'g'rilab qo'yinglar. Bu prozba. Juda ko'pchilik qiynaladi, qarilar qiynaladi. Qarilar tursin, yoshlar ham qiynaladi yo'ldan chiqib tushishga qo'rqganda. Опасно, qo'l oyoqni sindirib olish mumkin. Bu bizning plashatkamiz. Mana hozir bitta kirib qilib uyga kirib ketamiz. Bolam kapriznичать qilyapti. Bunga yoqmayapti. Lekin havo yaxshi bo'lgancha ozgina hajab yuraylik. Mana daraxtlarni ko'rib, daraxt emas, bular hali ko'stlarni ko'rib uyga kirib ketamiz. Uyimizga chiqamiz va hozir esa va nihoyat nonushta tayyorlayman. O'sha soat 9:30 bo'lib ketdi, 1 soatdan oshib ketdi. Ora, nonushtamni tayyorladim. Bu yerda tvorog, banan, yogurt. Men eng yoqtirgan nonushtam, ujinim, любой подъемniman. Yoniga Safiyani tvorogli pirogi. Eng yaxshi ko'rgan pirogim Safiyani tvorogli pirogi. Hozir stavka bo'ladi. Bolamni emizdim. Ertalab mana vitamin D beraman. Biz o'zi Vikantol berardik. Hozir Kadivit yozib berdi doktor. Kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlar qaysi vitamin D berasizlar bolalarga. Meni bolam 6 oylik. Mana shuni beramiz. Qaysidir qo'shnimizni uyda remont bo'lyapti. Men o'g'lim uxlatmoqchi edim. Endi uxlayotganda uyg'onib ketdi. Nonushta qilib oldim. Bolam uxlatdim. Уже obed bo'lyapti, vaqt o'tib ketdi. Hozir idishdan yuvishim kerak, keyin bolamga ovqat tayyorlaymiz. Hozir esa idishdan yuvaman, keyin bolamga ovqat birga tayyorlaymiz. Bolamga ovqat tayyorlaymiz birga. Bu yerda mana yuvilgan, quritilgan va maydalangan grechka. Men hali bolamga готовый kash olmadim, suxoy. O'zim pishiraman. Hozircha faqat guruchli kashi va grechkali kashi berib ko'rdim. Guruchli ko'proq yoqdi, chunki guruchlini men boshida o'zim berdim 2-3 qoshuvdan. 2 kun boshida 1 qoshiq, ikkinchi kuni 2-3 qoshiq. Keyin o'sha qovoq bilan qilganimga juda unga yoqdi. A grechka uncha yoqmadi. Bugun
grechkaga sabzini pishirib, ozgina sayyor qo'shib maydalab beraman. Bu safar suv ko'proq soldim, chunki o'tgan safar grechniy kasham qo'yib ketdi, keyin boshqa qilish kerak bo'ldi. Va sabzi sekin pishishi uchun ham ko'proq suv soldim. Baribir suv isparitsa qilib ketadi. Bo'ldi, bu endi qaynab o'zi yotaveradi. Bolamga ovqatini tayyorladim. Bu yoqda grechniy kaша, sabzi bilan sariyog' va bir qoshiq smes bilan. Yoniga esa suv beraman, suv iliq. Увлажнителimda suv qolmabdi. Bolam bo'lgani uchun увлажнитель 24 soat ishlaydi. Hozir mana bu filtrlangan suv yoqdi. To'latib borib olib qo'yaman. Bolamiz bo'lgani uchun 24 soat ishlaydi. Mana shu увлажнитель, очиститель. Havo chunki Toshkent juda ham yomon. Qanaqa odamlar очистительsiz yashashadi, juda qiyin. O'pka kasalliklar, bo'g'ir kasallari juda ko'payib ketgan. Rakinam kirib bo'lib ketgan. Yuvishim kerak. Bugun xudo xolisa uspet qilay. Mana shu mayda chuda narsalar ham lekin ko'p vaqt oladi. Kun bo'yi u yoqni yig'ishtirib, bu yoqni yig'ishtirib kunam o'tib ketishi mumkin. Bir xilda уже bolam uxlaganda o'zim ham просто yotaman charchab. Hozir mana shu bardakka dazmollashni boshlayman. Mana bizning chiroyli archamiz. Bu yoqda ikkita podarka. Bir oy oldin olgandim o'rtoqlarimga deb. Haligacha ko'rishmadi. Haligacha bu yangi yilga podarkani bermaganman. Ishqilib qish tugaguncha beray. Bu yoqda choy, bu yoqda dazmolim uchun suv. Hozir birga choy ichib dazmol qilamiz. Birinchi bo'lib hamda modetskiy narsalarni dazmol qiladigan bo'lganman. Mana bu o'g'limni yangi yilga svitshoti, buni ishtonchasi ham bor. Hozir ishtonchasini ham ko'rsataman dazmol qilayotganimda. Kiyimlar kichkina bolada tez almashar ekan, chunki bola o'sadi va bitta kiyimga уже sig'maydi. Shuning uchun kim bola tug'sa yoki hozir homilador bo'lsa yoki bolasi endi tug'ilgan bo'lsa va hali kiyim olmagan bo'lsa, ko'p kiyim olmanglar 3 oygacha. Kerak emas, baribir ko'pini kiya olmaysizlar. Biz 3 oygacha даже hozirgi paytgacha uncha ko'p ko'chaga chiqmaymiz, faqat aylanishga va qish bo'lgani uchun kurtkani ichidan 2 qavat kiygizaman. Bitta такой вязаный комбинезон yoki mana shunaqa sifat dvoykani, uni tagida такой yumshoq habashniy kiyim. Esimdan chiqib qolyapti mikrofonim borligi har safar. Hozir mana nadeyuсь yaxshi eshitilyapti ovozim. Mayli eshitilmayotgan bo'lsa yaxshi. Uzr so'rayman. Lekin mikrofonni taqib oldim. Hozir bizada skachok rosta mana приложение bor. Skachok rosta degan o'sha ko'rsatadi qaysi haftalar bolada nervniy sistemasida har xil izmeneniyalari bo'lishini, bolani поведенияsi haqida yozadi, nimalar bo'ladi, nima o'zgarishlar bo'ladi, kaprizniy bo'ladimi yoki hozir stabilniy rost ketyaptimi, shu narsalarni ko'rsatadigan приложение bor va hozir bizda skachok rosti bo'lyapti. Va oxirgi 10 kundan beri ana yotibdi yerda urishib. Oxirgi 10 kundan beri juda kaprizni. Menimcha bu tish. Doktorga ham ko'rsatganimizda aytdi, скорее всего bu bolani tishi, shuning uchun bezovta bo'lyapti. Va o'qishim bo'yicha bolani tishi sразу chiqmaydi, bu sekin bo'ladigan protsess. Va juda ham bu bola uchun ham stress. Boshida 3 oygacha bu qorin og'rish, постоянно bolani qorni og'riydi, u yig'laydi yoki chala uxlaydi. Endi qorin
orish tugagandan keyin mana более-менее rejim qilganingizdan keyin boshqa изменениялар ham bo'ldi. Aytolmayman bu hozirgi periodi oson deb. Yo'q, anaqa qorin orish davri boshqacha bo'lganda, hozir endi boshqacha. Menimcha bola uchun bu qiyinroq. Menimcha emas, уже bu fakt. Bola uchun bu qiyinroq. Uni qorni og'riyapti, uni tishi chiqyapti. Bir xil mana shuni o'ylayman. Bolamga mendan hozir qiyinroq, chunki unda og'ruvlar bor, bezovtalik bor. Mana shuni ingliz tilida nima deyiladi? Accept. То есть принять qilish kerak. Dazmolam qilib oldim. Hozir polda o'tiraman bolam bilan. U o'ynayapti o'yinchoqlarni. Mani o'g'limda ikkita kolyaska bor. Bittasini uyda tutamiz. Zo'r kolyaska, rosa xohlaganda. Anax 3 в 1. Ikkinchi kolyaskamiz ko'chaga chiqadigan. Uni ham ko'rdinglar videoda. Ko'chaga chiqadigan. Buni ko'pincha olib chiqmaymiz ko'chaga. Oxirgi payt vosh olib chiqmaymiz. Chunki men keyin g'ildiragini artishim kerak uyga olib kirish uchun. Mana bu kitoblarga obzor qilib berishim mumkin. Izohda yozib qoldiringlar. Qiziqarli bo'lsa, bolamning kitoblari haqida. Buni bu yerda har xil mamlakatda ham bor, kartochkalar. Yana keyin bir ikkita narsa kelish kerak. O'zi zakaz qilib qo'yganman. O'zimga ham juda qiziqarli bu kitoblarni o'qish. Vlogni ham tugatsak bo'ladi. Bugun produktivniy kun bo'lmadi. Kunim qanaqa o'tganini sezmay qoldim. Ko'rganingiz uchun rahmat kattakon. Obuna bo'ling kanalimga, like bosing va qaysi sizlarga tema qiziqarli bo'lsa, o'shani izohda yozib qoldiringlar. O'sha tema haqida video olishga juda ham harakat qilaman.